Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz podpischilar. Bugun 6-may 2025-yil. Sizlarga reklama qilib beradigan mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimiz bo'ladi. Avtomobilimiz ikkinchi pozitsiya. Shunday saka diskalar tugala qo'yilib turibdi. Tashqarisidan uchinchi pozitsiyalarga o'xshab. Mashinamiz konditsionerlarni ishlab turibdi, muzlatib. Mashinamiz shunday holatda. Shukelari, torpedalari matoy bo'lib turibdi. Sidinalar ham holatlari zo'r. Mashinamiz hali bor yo'g'i 46.000 kilometr yurgan. Shunday holatda, patologlar ham zo'r holatda deb tushundinglar. Mashinamizni keyingi eshik krelenda kraska bor, boshqa yerlar родной 100%. Eshik krellarni almashmoq o'ziniki. Bemalol salangiz kelib teshketirib olishingiz mumkin. Mashinamizda 21-yilda metan qo'yilgan ekan. Ko'rib turganingizdek top-toza metan qo'yilgan 21-yil. Shundan benzin yurgan. Yerlarning kantachkada. Eshiklar ham o'ziniki, yermetiklar o'ynamaydi. Stoykalar ham kantachkada turibdi. Bemalol ustangiz teshketirib olishingiz mumkin. Xo'sh, motor tarafini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kuzovni ko'rtirsizlar, yechenda bir kirchiq, yenchiq, aybi defekt yo'q. Motor tarafini umuman kulish degan emas. Aldi buferlarni o'zgarib, yili toza sparklading bo'lib turibdi. Mashinamizda akkumulyator ham o'zini rodnoyniki ekan. 2015-yil 11-oy. Rodnoy o'zini akkumulyator ekan. Kapotlarni kulish degan emas, krellari. Motorlar ham kulish degan emas. Yana shunday holatda mashinamiz xullas. Xo'sh, mashinamizning narxini 75 million atib qo'ydik. Kredit olaman desangiz, hisob kitob qilib beramiz. Naqd pul bilan kelsangiz 73 million atib beramiz. Kredit lekin 1-2 so'm qimmat bo'ladi. Kelsangiz, ham hisob kitob qilib beramiz. 3 yil chiqadi bu. Mo'yinchada tushlarni masalan hisob kitob qilib beramiz. Bizda boshqa turli avtomobillar ham baholasangizlar, naqd pul, hafta kredit, barter xizmatlar ham bor. Kim shu mashinalarni qiziq bo'lsa, Bog'ot tuman Gayn ro'parasidagi Bog'ot avtomobil saloniga kelaverasizlar. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol bog'lanasizlar, men kutib qolamiz.